Atuzo. Assalomu alaykum. Jarqin Gubro Bilal Osmonov yo'l bo'yidaman. Bozor qatama rahmatli Osmon markazini tanishtirib, reklama qilib yurg'izamiz. Mana bo'ldi. Melanat ham tanishtiramiz. Dezra qo'yog'li qo'y go'shtli osh. Kelasi 80 ming. Rolda Azam haydibdi. Ashnaqadan tanishtiramiz. Kim? Sarabola pizzami? Man. Qanaqa pizza? Sarabola pizza. Bloger. Bloger Sarabola man Namanganda. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Mana 2 metrlar roldalar. 2 metrlar haydibdilar. Hayditdim ama. Bajarsiz. Ha, hayditdi zamanda. Hayditdi degan ma'noda har xil ma'no bor. Boshqa ma'no tushundingizmi? Yo'q. Insonlar boshqa ma'noga buraverishi mumkin. Yaxshi ma'noga Akramboy, boshqa Instagram mashina deganlarga men o'shanga aytdim. Ya ular bilmayaptilarmi? Akramboy ham negativga ko'payib ketdi o'sha. Ha? Yo'q, demang. Ashir. Oldim shu ham iltimos. Voy qalin istamlaydi. Ha, bo'ldi. Zotoga chiqalar bitgan ekan. Haylam. Birinchi hozir tugatdi. Ho'jakan. Hammasini qilibdi-man, Zotoga bo'ldi. Zoitxon xo'ja umridan kelgan, ha. Yo, aytqon keldilar-ku. Go'shtlar tanishtiramiz, Messi go'sht. Messi go'sht. Messi go'sht. Mongol qovuruvda turishadi. Kechaga o'qishadi, turishadi. Odamning ichini tanishtirib, yurgizamiz bo'ldi. Hoppala, demadingmi-ku? Ha, bo'ldi degan nechada? Bo'ldi. Rahmatli Osh markaziga kelaverasizlar. Ha, bloger Sariqbola Namangandaman. Sariqbola show kanalidaman. Bo'pti qo'ymadinglar. Noqilmada. Bo'pti. Mana siz aytganingiz yetadi. Bola. Ha, ana. Sariqbola show kanalidaman. Sariqbola profildaman. Kosa sho'rvani tanishtiramiz. Qaynatma sho'rvani tanishtiramiz. Messi go'shtga elbekka. Ashana aytib turmoqqa. Aytdim. Hammasini qildim-a. Aytdim, xotirjam bo'ling. Messi qizidan katta tuxum tanishtiramiz. Zangor chopon kiydim, aytqon shaydilar. Zangor chopon kiydim, aytqon manalar. Birinchi lazr tugadi, ikkinchi lazri bunga qo'yilib tayyor qilib. Kelasi 50 ming. Mol go'sht, qo'y go'sht oralash to'rg'amchidan. Kelinglar. Tayyor. Messi go'shti deb qo'yaveradi. Hammajon Messi go'sht qayda Akramboy?
Ya, lekin bana çurtdan bu ama. Bilaman, Akram Bokin bo'lishini sizga hech aytmadim. Menejer bo'lishlari, dastlab yuraverdim. O'zlariga aytsam, hali tan oldilar. Qamak. Ha, bo'ldim. Tamam, bakılmaz Pavle. Turistlarimiz ko'p Belbog'ga. Ha, haqiqatda. So'rab turishibdi, kelib keladi. Mana tilla somsan tanishtirdim. Tilla tandir ichida. Devzroq qo'yoli, qo'y go'shtli osh. Keles 80 ming. Bila tuxum. İşte bu lazım. Bitti mi? Azam oldu buraya. Bajering. Qarab turibman. Yo'q, sen qo'ysin. Bo'ldi, hikmatlar shoshilmaymiz. Bitta tovuq xolosmi yo yana bormi? Hozir so'laman. Bo'ldi, lazerga o'taman, keyin oxirini menga olib qo'yasiz. Ketdim hikmatlarning orqalaridan. Hikmatlar Kemal'in numarasını bile vurup gittiniz siz. hozir hikmatlar orqalaridan keldim. Ko'proqlar chiqsinlar. Ha, Mehnatlarim ashuna hammaga mehnatlari yo'qdi. Atkanimni qilib o'ylab ko'rdilar. Ha. Qaytdilar o'shga. O be, siz numarasını bile vurursunuz da, Afgan'ın üstüne olmay. Mana hikmatlar bajaribdilar. Qozondalar. Hay boğuğu. Var, var. Hikmatlar qozondalar. Bajaribdilar hikmatlar. Ha, qozonda bo'lsalar bajaradi. Qozondalar. Bundan sonra Abdullah var. Geçmiyor hocam. Mesli qazi, katta tuxum. Nima tani bitta fayli deganim tekka so'rganmi deysiz? Ha, tekka so'rgan. Nerede olan ha? Sana. Ana gör. Ezra Bora. Yoksa sağ sağlı. Korkmaz dedim. Korkuyor.
Ha? 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 Yani borç gelir mi logo iş? Ha bo'ldi ham. Hikmatullo o'zingiz oshsiz, men to'xtatdim. Bo'ldi. Ama bundoq qilsam tushmaydi. Ana ijodni bajarib tugat.